nima ko'rsatdi. Sheriklar hammasi o'tib ketdi. Bu akamiz prosta mana endi tamoshada bagaj загрузка bo'ladi shu yerda. Men sizga mana 16-joy B, tushundingizmi? Hila. Tamam. Vxod 52, tushundingizmi? Bugungi Sankt-Peterburg Buxoroga sizlarning oldindan yozib qo'yadigan. Bizning aviakasi qanday? Yo'q, zo'rmi? Mana bu akamiz faqat Termiz Sentrum. Shukr qilaman, shu admin bo'lmoqchi, tushundingizmi? Inshaalloh, Xudoga shukr. Ya Namangandagi hammasi esa admin bo'lib ketdi-da. Shu jiran qo'rqib turdi. Odam passajirlarimiz ko'p-da. Sizniki mana 29-joy. Bu nima tarafda? Akno tarafda, tushundingizmi? Mana bu 64-chi nima? Vxod kirish. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Hadi ishimda ana Elbek. Rizabek aka zo'rmi? Rahmat, Xudoga shukr. Qanday? Keyin hamma olsin. Yaxshimi? Tinchgina o'tdik. Bo'ldi. Pasportingizni yana bir berib ko'ring. Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Mana akalarimizni hammasini chiroyli qilib o'tkazib qo'yapmiz. Bugun Buxoro bilan Termiz 28-oktyabr kuni ertalabga birdaniga boshlandi. Stock registratsiyani to 79dan 88gacha O'zbekiston yo'nalishi egallagan. Shular hozir hammasi ushyapti. Chunki Termizdan sirasi nariga o'tib ketaveradi, yaqin bo'ladi-da. Zo'r bo'ladi. Biz xalq xizmatida bemalol biletlar uchun murojaat qilib berasizlar. Eng arzon va ishonarli biletlar bizda.